Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda navbatdagi mavzumiz uchburchak tengsizligi haqida so'z olib boramiz. Demak, birinchi savolimiz DE o'rta chiziq bo'lsa x ning qiymatini toping. Demak, mana bu o'rta chiziq 3-tomonga parallel bo'ladi va 3-tomonni yarmiga teng bo'ladi. Demak, hozir mana bu 24 minus 2x 2x ga teng bo'lish kerak aslida. Shunda 24 teng bo'ladi 3x ga, x teng bo'ladi 8 ga. Bizdan shu so'ralgan. Ikkinchi savol. Burchak ikkita tomon uzunligi 0,6 1,3. Uchburchak uchinchi tomon uzunligi natural son bo'lsa, perimetrni hisoblang debdi. Demak, bizlarga ma'lumki, ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lishi shart. Ana shu ko'rinishda. Demak, x katta bo'ladi 0,7 dan. X katta bo'ladi -0,7 dan. X katta kichik bo'ladi 1,9 dan. Demak, 1,9 dan kichik sonlar unga chapdan urog'i -0,7. 0,7. Javobimiz mana bu oraqda faqat 1 bor. Demak, 0,6, 1,3, keyingisi 1 bo'lar ekan. Yig'indisi 9. 2,9. A javob variantga to'g'ri kelyapti. Xo'p, ikkinchi savol ketdi. Uchinchi savol. Burchaklarni o'sish tartibida joylashtiring debdi. Katta burchak qarshisida katta tomon yotadi. Demak, eng katta tomon 6 9 bo'ladi va bu yerda eng katta burchak hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda 8 ni ro'parasida yotgan, uchinchi o'rinda 6 ni ro'parasida yotgani gamma. Demak, o'sish tartibida degan uchun gamma, alfa, beta. Gamma, alfa, beta. Bunda javobga to'g'ri keladi. 4-savol. Uchburchakning ikki tomon uzunligi 6 va 8 ga teng bo'lsa, uchinchi tomon uzunligi quyidagilardan qaysi biri bo'la olmaydi? Demak, ixtiyoriy ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lishi shart. X kichik bo'ladi 14 dan, x katta bo'ladi 2 ga, x katta bo'ladi -2 ga. 14 dan kichik chapga, -2 dan katta 10 ga, 2 dan katta 10 ga. Javobimiz 2 dan 14 gacha oraliqqa tushadigan har qanday son bo'la oladi. Bo'la olmaydi debdi, 15 bo'la olmaydi. 15 2 bilan 14 orasida yo'q. Va javob variantimiz. 5-savol. Uchburchak tomonlar o'rtalarini tutashtirishdan hosil bo'lgan uchburchak perimetri 12 ga teng, berilgan uchburchak toping. Demak, o'rtalarini tutashtirishdan degani bu. Agar mana bu tomon uzunligi hozir A bo'lsa, o'rta chiziq bo'ladi bu. Mana bilan bu teng, bu bilan bu teng. Qolib 2 bo'ladi. Mana bu bilan bu. O'rta chiziq. Bu B bo'lsa, qolib bunisi 2 bo'ladi. Bu C bo'lsa, bu taraf ikkisi bo'ladi. Ya'ni qoidamiz quyidagicha. Uchburchakni o'rtalarini tutashtiruvchi kesma o'rta chiziq deyiladi. O'rta chiziq uchinchi tomonga. Uchburchakning yon tomon o'rtalarini tutashtiruvchi kesma o'rta chiziq. Uchinchi tomonga parallel bo'ladi o'rta chizig'imiz va uchinchi tomonni uzunligi yarmi deb. Hozir bizga aytgan A plus B plus C o'rtadagi kichkina uchburchakchaning perimetri 12 bo'lsa, 2A, 2B, 2C ni so'ragan, ya'ni katta uchburchakning perimetri so'ragan 2 marta katta bo'ladi. Javobimiz B variantiga to'g'ri kelar ekan. Keyingi savol, mediana bo'lsa x ni toping. Mediana degan mana bu ikkalasi teng degan. X 45 minus 2x. Mediana tomon tengga bo'lar edi. X 15 ga teng. Xo'p, keyingi savol. 7-savol. Uzunliklar 4, 6, 8, 10, 12 bo'lgan kesmalarda nechta turli uchburchak yasash mumkin? Xo'p, 4 bilan 6 va 8 mumkinmi? Mumkin. Xohlagan ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta. Tushadi. 4, 6, 10 tushmaydi. Demak, ketdi. 4 bilan bog'liq bo'lgan ketdi. 4 bilan 4, 8, 10 tushadi bu ham. 4, 8, 12. Bo'lmadi. 4, 10, 12 bo'ladi bu ham. 4 bilan tugadi. 6, 8, 10 bo'ladi. 6, 8, 12 bo'ladi bu ham. Hop. 6, 10, 12 bu ham bo'ladi.
8 10 12 ham bo'ladi. Jami 7 ta bo'ldi C variant. Hop, keyingisi teng yo'l uchburchakning asosiga tushirilgan balandligi asosini x va 3x kesmalarga ajratdi deb aytyapti. Demak, balandlik bu x bo'lsa 3x minus 8 ekan. Ikkalasi teng bo'ladi. Teng yo'l uchburchakka asosiga tushirilgan balandlik ham mediana, ham bisektor esa bo'ladi. Mediana bo'lgan hisobidan mana bilan bu ikkalasi teng bo'ladi. X 3x minus 8. 8 2x. X Cho'chakning asosiy uzunligini toping. Demak, bu 4 bo'lsa, bu tarafga ham 4. Demak, 4 4 8. Bu javob. Hop. Uzun savol. X ning qanday qiymatida perimetri shunga uning o'rta chiziqdagi tuzilgan perimetrlar x + 2 ga teng bo'ladi debdi. Demak, perimetr yuqorida qaradik. Agar o'rta chiziq agar mana bu uchburchakning perimetri p bo'lsa, katta uchburchakning perimetri 2p bo'ladi. Ya'ni 2 marta katta bo'ladi. Shuning uchun 3x minus 8 teng bo'ladi 2x plus 2 ga. Ya'ni mana uni 2 ga ko'paytirganimizga teng bo'ladi. Qarshi o'chirsak 3x minus 8 2x plus 4 x teng 12. Hop, o'rta chiziqdan tuzilgan uchburchak perimetrini toping. 12 ga x qiymatini toping. 12 degan javobimiz o'zi B variantga to'g'ri kelar ekan. 10-savol. Yana o'rta chiziq DE va katta uchburchagimizning perimetri 40 ekan. Ichkaridagi uchburchagimiz perimetri 20 bo'ladi. Chunki 40 ta yarim bo'ladi deb kelishdik. Hop, DE mana bu A bo'lsin, DE DF B bo'lsin. Bizdan S ni top degan ekan. S ni topaylik. Demak, mana bu DE ni A dedik. DF ni B dedik. 12 ga teng ekan. O'zi necha bo'lish kerak edi? A plus B plus C 20 ga teng bo'lish kerak. Demak, A plus B 12 bo'lsa, 12 plus C bo'lsa, C 8 ga teng bo'ladi. Mana bu o'rta chiziq. Mana bu 2s bo'ladi. 2 marta kichik deb aytdik. 2s bo'lsa 16 bo'ladi. D variant. Hop, 11-savol. Teng tomonli uchburchakning tomoni 12 ga teng. Perimetrni hisoblang. Teng tomonli degan barcha tomonlari. Perimetri barcha tomonlarga yig'indisi 36. Javob. 12. Teng yo'l uchburchak ikkita tomoni 4 va 9. Buni perimetrini toping. 4 4 9 desam bu xatolik bo'ladi, chunki uchburchakning ikkita tomoni yig'indisi 3 tomondan katta bo'lishi kerak. Hozir ikkita tomoni 4 4, bu 9 dan katta bo'la olmayapti. Demak, bunaqa uchburchak mavjud emas. Shuning uchun 9 9 4 deymiz va perimetri 18 22 bo'ladi. Hop. 13-savol uchburchak tomonlari uzunliklar o'sish tartibida joylashtiring. 54 82 136 bo'ldi. Demak, mana bu yerda 44 qoladi. Ichki burchaklar yig'indisi yuqorida aytganimizdek 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Eng katta o'sish tartibida eng kichkina burchak qarshisida eng kichkina tomon yotadi. A. Ikkinchi o'rinda 54 B va eng kattasi bu 82 ro'parasidagi C ekan. A bo'lsa, C javob. Uchburchakning ikkita tomon uzunligi 12 17 ga teng bo'lsa, uning perimetri qanday eng katta butun qiymatni qabul qilishi mumkin debdi. Demak, xohlagan ikkita tomon yig'indisi 3 tomondan katta bo'lishi kerak degan qoidani ishlatib, bu yerdan x ni topishga harakat qilamiz. Xo'p, x plus 17 katta 12 dan. Demak, x kichkina bo'ladi 29 dan, x katta bo'ladi 5 dan, x katta bo'ladi -5 dan. Hop, -5 dan katta, 5 dan katta, 29 dan kichik. Javobimiz 5 dan 29 gacha. X butun son bo'lganligi uchun shu oraliqda 5 dan 29 gacha eng katta so'raldi. Shuning uchun eng kattasini olamiz. 5 dan 29 oraliqda eng kattasi bu 28 bo'ladi. Perimetr 28 bo'lishi mumkin ekan. Perimetri eng kattasi 57 mi? 12 ga 28 40 57 bo'ladi. Eng kattasi 57 bo'lishi mumkin ekan. X ning butun qiymatlar yig'indisini toping degan. Demak, 3 plus 5 katta bo'ladi x ga va 3 plus x katta bo'ladi 5 dan va 5 plus x katta bo'lishi kerak 3 dan. Xo'p, x kichik 8 dan, x katta 2 dan. 2 dan to 8 gacha.
Butun qiymatlar yig'indisi 3 bor, 4 bor, 5 bor, 6 bor, 7 bor. Shu oraliqda 2 dan 8 gacha mana shu sonlar bor. 10, 25. Ha, javob variantimizga to'g'ri kelyapti. 16-savol. Teng yorilish burchak yon tomoni 12 ga asos 8 ga teng. 12, 12. Tomon o'rtalarni tutashda hosil bo'lgan perimetrni hisoblaylik. Demak, mana bu o'rta chiziq 4 ga teng, 8 ga yarmiga teng. Bu 6 ga teng, 12 yarmiga teng. Bu ham 6 ga teng, 12 yarmiga teng. 6, 6, 4. Perimetri 16 bo'ladi. Va javob 17. X ning butun qiymatlari nechta debdi. Demak, 5 plus 9 katta bo'lishi kerak x dan. 5 plus 9 katta bo'lishi kerak x dan. 5 plus x katta bo'lishi kerak 9 dan. 9 plus x katta bo'lishi kerak 5 dan. Bundan xulosa x kichik 14 dan, x katta 4 dan. 4 dan 14 gacha bo'lyapti. Endi ikkinchisini oladigan bo'lsak, mana bu. 4 plus 7 katta bo'ladi x dan. 4 plus x katta bo'ladi 7 dan. Shunda x kichik 11 dan, x katta 3 dan. 3 dan 11 gacha oladi. 4 11. X ning butun qiymatlari degan 4 bilan 11 orasida. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jami 6 ta. Javob. Uchburchakning perimetri 36 ga teng. Uchburchak tomon o'rtalarni tutashda hosil bo'lgan uchburchak perimetrini toping debdi. Yarmi bo'ladi, 18 bo'ladi. Yuqorida gaplashdik. Yarim marta eslatib o'tib ketdik. Demak, kattasi 2p bo'lsa, o'rta chiziq, ya'ni bu bilan bu teng, bu bilan bu teng, bu bilan bu teng. O'rtasidagi perimetr p bo'ladi. 36 ekan, demak ichidagi 18 bo'lishi shart. A javob. 19. Uchburchak ikkita tomon uzunligi 6, 12. Perimetr 28. Uchburchak 3-tomoniga parallel o'rta chiziq uzunligini toping. 6 plus 12 plus 3-tomoni s bo'lsa 28 ga teng ekan. S 10 ga teng bo'ladi. 10 ga teng bo'lgan tomon 3-tomoniga parallel o'rta chiziq bo'ladi. 5 bo'ladi. 10 ni yarmiga teng. A javob. Uchburchakning ikkita tomon uzunligi 4 va 12 ga teng. 3 tomon uzunligini nechta butun qiymat qabul qilishi mumkin? Demak, 4 plus 12 katta bo'ladi x dan. 4 plus x katta bo'ladi 12 dan. X plus 12 katta bo'ladi 4 dan. Bundan xulosa x kichikdan 16 dan, x katta 8 dan. 8 dan to 16 gacha. Uchburchakning 3-tomon uzunligi nechta butun qiymat qabul qiladi? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 ta. Keyingisi. ABC uchburchakda AB 42. AC 72. Uchburchak tomon uzunliklari o'ch tartibida joylashtiring debdi. Demak, 4 114. 114 bo'lsa, bu 66 bo'ladi. Bu 80 chiqishi kerak. Xo'p, eng katta o'ch tartibidagi eng kichkinasi 42 va 42 ro'parasidagi tomon eng kichik burchak qarshisida eng kichik tomon yotadi, AC bo'ladi. Keyin 66, 66 ro'parasida BC va oxirgisi AB bo'ladi. AC, BC, AB javob. Ikkinchi testimizda ABC uchburchakda AB 12. AB 12. AC 18. A uchidan chiqqan mediana bilasiz, tomonni tengiga bo'ladi. A bo'lsin. Xo'sh. A uchidan chiqqan mediana dedik, m bilan belgilaylik. Qanday qiymatlar qabul qila oladi? Xo'sh. Do'stlar, mana bu yerdan o'rta chiziq tushiraylik.
12 bo'lsa, 12 ning yarmiga teng 6. Ikkalasi parallel bo'ladi. Bu nima bo'lsa, bu ham o'sha burchak. 6. Demak, bu 9 9 bo'ladi. Chunki o'rta chiziq ham yon tomonlarni o'rtalarini tutashtiradi. Xo'p, endi m ga nisbatan mana 3 burchakni bitta tengsizlikni qo'llab yuboraylik. M 9 ga 6 15. Keyingisi ayirmasi 9 dan 6 dan ayirsak 3. 3 ta 3 15. Hop, yaxshi. Endi bu tarafga ham tushirib olishimiz kerak. Bu tarafga tushirsak, bu ham o'rta chiziq bo'ladi. Bu 9 bo'ladi, chunki men 18 yarmiga teng. 6 6 dan bo'ladi. Bu ham xuddi shu gapga keladi. Demak, javobimiz M 3 15 bo'lishi kerak ekan. Hop, A E esi teng ekan. AB 12 ekan. B da 4 ga teng. D E A'si perpendikulyar bo'lsa, D S'ning qabul qilishi mumkin bo'lgan, ya'ni X ekan. Xo'p, bitta mana ulaversak, bu ham bu bilan teng bo'ladi. X X. Chunki teng yonli bo'lishiga sabab ayni paytda mana D E mediana ekan va bisektrisa ham ekan va balandlik ham ekan. Bu faqat teng yonli uchburchakda kuzatiladi. Endi mana bu uchburchak uchun hisoblab qo'yamiz. 12 ga 4 qo'shsak 16 va 12 dan 4 ayirsak 8. Xo'p, eng katta qiymatini toping. X 16 dan kichik bo'lganini olamiz. Demak, 15 bo'ladi bu. Navbatdagi savol. To'rtburchakni 3 ta tomon uzunligi 2 5 8. 4 3 tomon uzunligi qanday qiymatlar qabul qila oladi? Demak, mana bu d ni o'tkazib olamiz va d ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar. 2 ga 5 qo'shamiz 7 va 2 dan 5 ayiramiz 3. Demak, d ni eng katta qiymatini aniqlab oldik. Xo'sh, endi eng katta qiymati 7 bo'lsa, x 7 ga 8 ni qo'shib olamiz. 15 va eng kichkina qiymati 3 bo'lsa, 8 dan 3 ayiramiz 5. Demak, eng katta qiymati d. Yo'q, qarang, shu yerda bitta gap. Eng katta qiymatini topish uchun, ya'ni hozir d ni o'zi x o'zi nimaga teng bo'ladi desa, 8 plus d va 8 minus d bo'lishi kerak. Mana bu hozir eng katta qiymatini topish uchun d ga eng katta qiymatni beraman. D ni eng katta qiymati 7 bo'lsin, shu x 15 bo'ladi. Va eng kichkina qiymatini topish uchun d ga yana eng katta qiymatni beraman. 1 bo'ladi. X 1 dan to 15 gacha. 4-savolimizning javobi B variantga to'g'ri kelar ekan. Biz uchburchakda AH balandlik tushirilgan. AH balandlik tushirilgan. BH bilan, demak, bu mediana ham ekan. Teng yonli uchburchak ekanda bu. BH bilan SH teng deyapti. Tak, AB 3x minus 1. Bu holda bu ham 3x minus 1. Qiziq bo'ldik. Hop, mayli. BH bilan SH teng dedi. Xo'sh, AC dedi. AC 2x plus 4. X ni toping qiymati. Bu ikkalasi teng bo'ladi. Demak, ikkalasini tenglashtiramiz. 3x minus 1, 2x plus 4. Shunda x teng bo'ladi 5 ga. A javob variantimizga to'g'ri keladi. 6-testimizda d nuqta abs uchburchak ichidan olingan nuqta ichida qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping deyilgan. Do'stlar, endi bu yerda bitta narsaga e'tibor beramiz. Bu muntazam uchburchak bo'lganligi uchun ichidan olingan ixtiyoriy nuqta x y z ikkita tomon yig'ilsa uchinchi tomondan katta bo'lib turaveradi. Ya'ni xuddi uchburchakni tengsizligi bilan bir xil tushadi bu. Shu ma'noda, demak, x nimaga teng desa, x 6 ga 8 ni qo'shganimizga teng kattasi,
Kichkinasi esa ayirganimizga teng. Ayirsak 2 bo'ladi. Demak 2 dan 14 gacha. Xo'p, keyingi savol. Uchburchakning eng kichik tomoni 7/3. Perimetr eng kichik butun qiymatini toping debdi. Perimetr. Yaxshi. Eng kichik qiymat 7/3 bo'lsa, ikkinchisi necha bo'ladi? 7/3 plus x bo'lsa. Keyingisi esa 7/3 plus y bo'lsa. Xo'sh. Endi do'stlar, bu yerda x bilan y yig'indisi albatta 0 dan kattaligi tushunarli. Chunki musbat sonlar bo'lishi shart bu. 7/3 ga qo'shilishi kerak-da. 7/3 plus 7/3 plus 7/3 plus x plus y. Mana bu 21/9 plus x plus y. 0 dan katta bu. Demak, bizdan eng kichik butun qiymatini toping debdi. 22 0.1 bo'lsa, to'g'ri keladi. 0.1 bo'lsa, 22 ga to'g'ri kelib, B javob bo'lar ekan. Teng yonli uchburchakning yon tomon 12 ga teng. Uning perimetr qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta butun son toping. Avvalo mana bu tomonni topib qo'yaylik. Bu tomoni demak 0 dan bir marta ayiramiz. 12 dan 12, ikkinchisi 24. 0 dan 24 gacha har qanaqa son berish mumkin ekan. P barobar 12 qo'shilgan 12 plus x. Eng katta deganligi uchun, butun deganligi uchun o'zi 24 bo'lib turibdi. X o'rniga 23 qo'yamiz. Chunki 24 ga teng bo'la olmaydi. X eng katta butun qiymati 0 dan 24 oralig'i 23 bo'ladi. Xarid desak, C variantga to'g'ri keladi 8-savolimiz. Endi 9-savol. AB bilan BD teng yonli. BDS uchburchak perimetri mos ravishda 18. BDS. Deylik, mana buni A deylik. Bu holda mana bu yerda B deylik. Mana bu uzunlik x bo'lsin, bu y bo'lsin. BDS degan qaysi bo'ladi? A plus B plus x bo'ladi. 18 ga teng ekan. ABC degan qaysi bo'ladi? ABC A plus B plus x plus y shu 24 ga teng. A da kesma uzunligini toping degan. Bitta ayirib yuborsak, y qoladi, 6 bo'ladi. D variantga to'g'ri keladi 9-savolimiz. Hop, 10-savol. ABC uchburchakda BAC tek. ABC uchburchakda A burchak, B burchak va C burchak. Eng katta burchak C burchak. Ham bizga o'xshamadi. Demak, eng katta tomon C tomon degani. Ikkinchi o'rinda mana shunday ekan, xullas. Chunki katta burchak qarsa katta tomon, kichik burchak qarsa kichik tomon joylashadi. AC 20 ga teng. AC 20 ga teng. Ya'ni mana bu B o'rniga 20 kelyapti. Bizdan A plus B plus C 60 bo'lsa deyapti. BC tomon BC tomon uzunligi nechta butun qiymat qabul qila oladi degan mazmundagi savol. BC mana C tomon nechta qabul qila oladi degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mayli. Birinchi endi bizda A plus C mana bu bani 20 ga tengligi ma'lum bo'lsa, 40 bo'ladi demak. A plus C 40 bo'lar ekan. A plus C ning katta qiymati 20 dan katta bo'ladi. Hop. Va ayni paytda endi C bilan A ning yig'indisi 20 dan katta bo'lsa, C A dan kattaligini ham hisobga olayotgan bo'lsak, BC tomon uzunligi nechta butun qiymat qabul qiladi? Yaxshi, agar C 21 bo'lsa, A 19. 22 bo'lsa 18. 23 bo'lsa 17. Hop, seni eng kichkina qiymatini topishimiz kerak. Demak, seni eng kichkina qiymati necha bo'ladi? Shunga javob berishimiz kerak. Mhm, 24 bo'lsa 16. 25 bo'lsa 15. Ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lib ketmasligi kerak. Shuni hisobga olaylik. 26
eng katta tomon demak s bo'lsa, demak s kvadrat. Hop, bu 14 bo'ladi. Tak, 27, 13. 28, 12. 29, 11. Mana shu yerga kelganda buzildi. Sabab bet agar 29 bo'lsa, bu 20 bo'lsa, bu 11, 31. Yo'q, hali bor ekan. Ikkalasi yolg'iz bor ekan. Demak, 30 bo'lsa, 10 bo'lishi mana shu yerda endi buziladi. 10 bo'lsa, bu 20 bo'lsa, 30 bo'lsa, teksizlik buziladi. Ya'ni ikkita tomon yolg'iz, uchinchi tomondan katta bo'lishi kerak degan qoidani tushunib qoladi. Shunda 21 dan to 30 gacha, ham 10 ta bo'lar ekan. B variantga to'g'ri kelyapti. 11-savol. A si 12 ga teng. B da 16 bo'lsa, P, Q, R, S. To'rtburchak perimetrini toping. Demak, mana bu uchburchak uchun o'rta chiziq vazifasini bajaryapti. Mana bu kesma. Demak, agar bu 12 bo'lsa, bu 6 bo'ladi. Mana bu kesma ham shu o'rta chiziq vazifasini bajaryapti. Bu ham 6. Endi mana bu uchburchak uchun o'rta chiziq vazifasini bajaryapti bu. Agar bu 16 bo'ladigan bo'lsa, bu 8. Mana bu ham 8. Ana boring, mana shu P, Q, R, S to'rtburchak perimetri ikkita diagonal yig'indisiga teng ekan. 12 + 16. S javob varianti. AB uchburchakda AB 12. BS 16. S 18. Bu nuqta BS tomonidan shunday olinganki, ADB va A perimetrlar o'zaro teng. Mediana ekanda, bu x bo'lsa, bu ham x bo'lishi kerak. To'g'rimi? Yo'q, mediana emas. Adashyapmiz. X, y deylik, m deylik. Teng ekan kalasi. Xo'p, B da kesma uzunligini toping debdi. 12 + m + x. Mana bu uchburchakka yozib oldik. A, D, B ni. Shu perimetr teng ekan. 18 + m + y. M'lar ketadi. Demak, x dan y ga ayirsak 6 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. X ga y qo'shsakchi 16. Xo'p, bitta qo'shib boradigan bo'lsak, 2x barobar 22, x barobar 11. Bu bizda D varianti to'g'ri keladi 12-savolimizda. Xo'p, 13-savol. Perimetri 32 ga teng bo'lgan ABC'da qavarq to'rtburchak, AC diagonal orqali perimetrlari 20 va 18 ga teng bo'lgan ABC va ACD uchburchaklarga bo'linadi. AC diagonal hisoblang. Diagonal. Men bitta formula yozaman. Shu formulani keltirib chiqarishini bir o'zlaring harakat qilib ko'rasizlar, do'stlar. Demak, P1imiz mana bo'ladi, P2 bo'ladi, P bu. Chunki bu yuqorida bunaqa misol ko'rdik, shuning uchun 20 + 18 - 32 taqsim 2 dan foydalanyapmiz. Xo'p, 3 ga tengmi? 36, 36 dan 38, 38 dan 32 ni ayirsak 6, 2 bo'lsa 3. 13-savolimiz javobi B. 13. Yuqorida qaradik bunaqa savol, shuning uchun qisqa yo'lni ishlab ketyapman. BD mediana uzunligi qanday qiymatlar qabul qila oladi debdi. BD mediana uzunligi qanday qiymatlar qabul qila oladi? X. Demak, bunaqa o'rta chiziq tushirdik, 6 bo'ldi, bunaqa 8 bo'ldi. Demak, mana bu uchburchak uchun bir marta 6 ga 8 ni qo'shamiz 14, bir marta 6 ni 8 ayiramiz 2. S javob. 15-savol. Uchburchak tomon uzunliklar ayirmasi 12 ga teng bo'lgan progressiyani tashkil qiladi. Demak, x bo'lsa x + 12, keyingisi esa x + 24. Perimetrlar eng kichik butun qiymatlari yig'indisini hisoblang debdi. Demak, perimetrlari
Xo'p, perimetr 3x plus 36 bo'ladi. Eng kichigi x plus 12. 3 ga bo'linishi aniq. Ayirmasi 12 ga teng bo'lgan arifmetik birlikdan tashqari uchburchakning perimetrining eng kichik butun qiymatini toping. Yaxshi. Xohlagan ikkita tomon yonida 3 tomondan katta bo'lishi kerakligini hisob qilsak, x plus 12 plus x plus 24 katta bo'lishi kerak x dan. Bundan x katta bo'lishi kerak -36 dan. Xo'p, birinchisi ketdi. Ikkinchisi x plus 12 plus x katta bo'lishi kerak x plus 24 dan. Bundan x katta bo'lishi kerak 12 va ikkinchisi ham ketdi. Xo'p, x plus 24 plus x katta bo'lishi kerak x plus 12 dan. X katta bo'lishi kerak -12 dan. Xullas x 12 dan katta bo'lishi kerakligini to'xtaldik. X 12 dan katta bo'lishi kerak bo'lsa 13 olsak, 13 plus 12 25, 3 ko'paytirsak 75. Eng kichik butun qiymat 75 da javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p. X 12 dan kichik bo'la olmas ekanda. Tak, x 12 dan kichik bo'la olmaydi degan x 12 1 bo'lsa bo'ladimi? Bo'ladi. Albatta bu x butun son bo'lishi shart emas-ku, to'g'rimi? Bunaqa gap yo'q. Hop, 12 1 bo'lsa necha bo'ladi bu? Sal oshirib yuboribcha. 2 24 1 shunda 72 3 bo'lar ekan. Eng kichkina qiymat. Ya'ni eng kichkina qiymat emas, p katta bo'ladi. Bundan ham kichkinasi 0 0 1 bor misol uchunda. Biz endi shuni olyapmiz 72. Demak 73 haqida gap ketyapti ekanda. Ming bor uzr 73 ekan javobi. Demak p katta yoki teng bo'lishi kerak. 73 dan mana p qarashli butun son bo'lsa. Turli tomonli uchburchakning perimetri 48. 48. Uchburchakning eng katta tomon uzunligi qanday qiymatlar qabul qila oladi? A plus B plus C 48. Demak, A plus B aniq yig'indisi C dan katta bo'ladi. Ya'ni eng katta tomondan ham katta bo'ladi. Endi tepadan A plus buni topib kelsam 48 minus C bo'ladi, katta S. 2S kichik bo'ladi 48 dan, S kichik bo'ladi 24 dan. Demak, uchburchakning eng katta tomoni teng yarmi, perimetr teng yarmidan kichik bo'lishi shart ekan. Qarang. Mabodo 23 bo'lsa, mabodo 23 bo'lsa, bu ikkalasi kelishib olish kerak. 25 qanday bo'lsa ham kelishib olish kerak. Shunday masala. Xo'p, eng katta tomonini topdik hozir biz. Eng katta qiymatini, demak 24 dan kichik bo'lar ekan. B javob chiqib ketadi. Xo'p, mana D javob ham chiqib ketadi. Chunki 23 9 ham bo'lishi mumkin-da. 23 9 C dan katta. Va A javob ham chiqib ketadi. Endi hozir 24 lik bitta javob bor. Eng kichkina qiymat nechaga teng bo'ladi degan savolga. Eng kichkina qiymati agar 16 16 16 bo'lsa 48 bo'ladi. Muntazam cho'pchak bo'lsa teng. Lekin bu yerda eng katta tomoni deb aytilyapti. Ya'ni bundan xulosaki, mana bu C 16 dan katta bo'lishi kerak. Agar 16 ga teng bo'lib qolsa, deylik. Bu A bilan B yig'indisi, misol uchun 17 bo'ladigan bo'lsa, A plus B aniq 32 ni bo'lishib oladi-da. 32 ni bo'lishib oladi. Shuning uchun eng kichkina qiymat. Demak, qachon eng kichkina qiymatni qabul qiladi desa, teng bo'lganda qiymatni qabul qilardi, lekin teng emas, bu turli tomonli deb aytilganligi uchun biz 16 dan ozgina bo'lsa ham kattasini olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun 16 dan 24 gacha deb berilyapti. Keyingi savol. Eng uzun kesmani ko'rsating. Bu 30 gradus ekan, bu 45 gradus ekan. Bu necha bo'ladi? 105 gradus. Demak, ABC uchburchakning eng baland, eng uzuni mana shu tomon ekan. ABC uchburchakning eng uzun tomoni x ekan.
Yaxshi. Hop, aslida uchburchakni eng o'rtancha tomoni shu ekan. Chunki bu 50-64 bo'lsa, bunga nechi qoldi yana? 66 mi? 66 qoldi. Demak, eng uzuni AD ekan. Ya'ni, o'zi bu yerdagilarni bir aniq qiladigan bo'lsak, hamma 5 ta tomonni ham hal qiladigan bo'lsak, demak, bular ichida eng kichkinasi BS. Chunki 30 gradus burchak qarshisi o'tdi. Ikkinchi o'rinda AB. Chunki 45 gradus burchak ostida. Uchinchi o'rinda aytaylik, uchinchi o'rinda mana buni ham solishtiraylik endi. Uchinchi o'rinda 50 ni qarshisidagi SD. Keyingi o'rinda AC va oxirgi eng kattasi AD hisoblanar ekan. Eng uzun. Katta burchak qarshisida katta tomon yotadi degan savolga binoan mana shunday qilib hal qilyapmiz. O'tkir burchakli uchburchakning eng kichik burchagi 36 gradus. Uning eng katta burchagi gamma. Bu beta bo'lsin. Quyidagi munosabatdan qaysi biri o'rinli? Demak, o'tkir burchak bo'lish sharti uchalasi ham 90 gradusdan kichik bo'lish kerak. Bizga endi gamma berilganicha gamma 90 dan kichikligi aniq. Hop, beta bilan gamma yig'indisi esa 144 ga teng bo'lishi kerak, chunki ichki burchaklar 180 ga teng bo'lishi shart. Hop, gamma eng katta bo'lgani uchun gamma katta bo'ladi betadan. U holda betamiz teng bo'ladi 144 minus gamma. Gamma minus 144 minus gamma. 2 gamma teng 144 ga. Gamma katta bo'lishi kerak 72 dan. Demak, 72 dan to 90 gacha. Xo'p, mana shunaqa eng katta burchak gamma. Agar bu nimaga katta yoki teng deyilgan? Eng katta burchak gamma. Chalasida eng katta burchak gamma 72 dan teng bo'lib qolmaydimi? Xullas 90 dan kichikligidan bittada bilsa bo'ladi D javob xatoligini, bittada bilsa bo'ladi A javob xatoligini. A bilan B bilan S o'rtasida kurash ketdi va bu yerda S yutib chiqdi. Xo'p, A ning qanday qiymatida mana bu kesmalardan uchburchak yasash mumkin debdi. Demak, 3 ta tomon yig'indi, 2 ta tomon yig'indisi 3-chi tomondan katta bo'lishi kerak. Hop, 3 2A. Demak, A kichkina bo'lishi kerak 1,5 dan. Bu birinchisi. 3 minus A plus 2A plus 2 katta bo'ladi 2 plus A dan. 2 lar qisqarib ketdi. Xo'sh. 3 katta. 3 katta 0 dan. Keyingisi 2 plus A 2A plus 2 katta bo'ladi 3 minus A dan. Xo'p, shunda 4A katta bo'ladi minus 1 dan. A katta bo'ladi minus 1 taqsim 4 dan. Demak, minus 1 taqsim 4 dan 1,5 gacha S javob. A ning nechta natural qiymatlarida kesmalar uchburchak yasash mumkin? 10 minus A plus 5A katta bo'lishi kerak 20 minus 2A dan. Qisqartirib yuborib bu tarafga olib o'tadigan bo'lsak, bu 15 minus 5 minus 2A bo'lib yuborsak, demak 2,5 mana shu. 10 minus A plus 20 minus 2A katta bo'ladi 5 plus A dan. 30 minus 3A katta bo'ladi 5 plus A dan. 25 katta bo'ladi 4A dan. Demak, A kichik bo'lishi kerak 6,25 dan. Va oxirgisi 5 plus A 20 minus 2A katta bo'lishi kerak 10 minus A dan. 25 katta bo'ladi 10 dan. Demak, javobimiz 2,5 dan 6,25 gacha. 3, 4, 5 va 6. Tamam.